Benzinda ichida qaltirashi bor akalar. Sababi endi injektordan bo'lishi mumkin. Keyin injektorda ham 1.8 emas ekan, radnoy emas ekan. Qani? Mana go'zallik. Mana gazga o'tganda xudo xolisa chotki ishlayapti. Ashi obunachi kuzatuvchi akamizni mashinalari xudo xolisa bizga yoqdi. Endi egalariga ham yoqsa kerak. Ishlashi, yurish turishi. Esimda yo'q, glushiterini ko'rsatuvdimmi, buni ko'rsatmovdimmi? Voy, mana akalar. Jicha pitirlash bor edi glushiterida. 200 mingdan oshiqroq yurgan akalar mashina. Xudo xolisa tayyor bo'ldi. Ash qilingan ishlarini bilasizlar. Bundan oldingi istoriyada aytganman. Tayyor bo'ldi. Egalarini xudo xolisa kutyapti. Shu servisda bitirdi akalar. Reaksiya qoldirib qo'ysanglar bo'ldi.